programmani kim ishladi? Lutfi. Bu programmani qaysi o'rin qoladi? Danishman. Aqlliq paqa. Yiroq joyda bir ko'lchakda nurg'un paqalar billa oziqlanib, xushal-xo'ram yashaydi ekan. Men sizlarga bir yumor aytib beray-a. Dadisi o'g'ildan so'rabdi-ku. O'g'lim, matematika muallimlar qandoq ekan desa, o'g'li, "Voy dada, gapini qilma. Birdam 3 ga 3 ni qo'shsak 6 bo'ladi" deydi. Ha desak, yana birdam 5 ga 1 ni qo'shsak 6 bo'ladi deydi qara. U muallimimiz gapida turmaydigan yolg'onchi ekan debdi. Ular kechalari bo'lsa naqsha aytib kun o'tkazadi ekan. Qora qushlarim, orqadagi nimarim, qushaq qollarim, bana birni desang-chu, kuchung yasa olsang-chu. İki yolbasni aytmay tanga chiqib bera. İki yolbas yugraydi. Birni yo'qdir qo'yriqi, birni yo'qdir qo'liqi. Tak g'alita, ajab g'alita. Ular bara-bara g'o'rulishib, amgak qilish xush yoqmaydigan bo'lib qapti. Aylar, yillar mushi davomida o'tib, ko'lning atrofi, ko'lning suyi maynatlashib, sesiq purashqa boshlabdi. Do'stlar, mushundaqmi sesiq ko'lda yashamdoq? Men bu seschilik faqatla chidayolmadim. Pokiz suyi bor, chiroyli ko'lga ko'chib ketayli. O'zing ko'chmabsan. Ularning gapi bir yerdan chiqmaganligi uchun ular ko'l bo'yidagi qiyri paqining yeniga maslahat so'rag'il mengibdi. Bo'lgan ahvollarni ular qiyri paqiga bir aytibdi. Demak, sizlar xushpuroq puraydigan, suyi suzuk yana ko'lga ko'chib ketmoqchi, shundaqmi? Shundoq, biz bu yerdan ko'chib ketamiz. Sizlar yana ko'lga ko'chib borganda, u yerni tozlamay necha kundali sestisizlar. U yer sesib ketsa, yana boshqa yerga ko'chib ketamiz. Ko'nlarda pokizlikdan asal, paskinchilikdan kesal degan bir gap bor. Paskinchilik yaxshi ish emas. Biz hurunlik qilib ko'lni vaqti-vaqtida tozlamadik, muhitni bo'lg'idik. Bu yerdan ko'chimiz degicha belni ching bog'lab, sesiqchilikni tozlasak, bu ko'lni hech qanday ko'ldir qilishmaydi. Kuch birlikda, ish o'mlikda debdikan. Bu ko'lni tang tozlab chiqayli, ha? Ko'chimiz deguchilar qiyr paqining so'zini anglab, nihoyat xijil bo'pti. Hamda hammasi birlikda ko'l ichini, chimliqlarni pokiz tozlashga boshlabdi. Bu ko'l uzoqqa qolmay, aslidagi suzuk, xushpuroqlik ko'lga aylanibdi. Shuningdan boshlab hammasi qiyr paqidan mamnun bo'lib, uni aqlliq paqa deb atishadigan bo'pti. Javhar, biz bir masalaga yo'liqqanda, uningdan qochmay qanday qilib shu masalani hal qiladiganning amalini qilishimiz kerak. Umaqla, biz hammamiz pokizlikni yaxshi ko'ramiz-ku? Maynatchilik degan bak yomon odat. Maynat yerlarda mikrob deydigan eski qurutlar bak ko'p. Ularni tutsak, og'rib qolamiz. Shunga harcha qo'limizni pokiz yuvib turaylik. Qo'limiz, badanimiz, kiyimlarimiz pokiz bo'lsa, bizni hamma odam yaxshi ko'radi. Karton darsi. Balalar hayvonotlar qomusi. Paqa. Paqa tuxumdan chiqib, qumchoqqa, ondan paqiga o'zgaradi. Paqa kichik vaqtida faqat suvda yashay-oladi. Cho'ng bo'lganda ondan suvda va quruqlikda yashay-oladi. Uning og'zi yo'g'on ham keng, tili uzun. Paqining tilida alayda bir xil yepishqoq suyuqlik bor bo'lib, mushu orqali hasharotlarni tutib yeydi. U kichik hasharotlarni tutib yeyishni bakmi yaxshi ko'radi. Paqining dumbisi yeshil rangda, qo'rsiqi oq rangda bo'lib, nihoyat siliq va yumshoq. Paqining 4 tal puti bo'ladi. Oldidagi 2 puti qisqa, keynidagi 2 puti uzun bo'ladi. Paqa suv ichmaydi. Terisi orqali suv simirib, badaniga suv to'liqlaydi. Do'stlar, yangi yilga atab sizlarga alayda sondan birini ishlamoqchi. Diqqatingiz bizning salonimizda bo'lsin. Lutfi shirkat salonini qitib olishni unutmang.
bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.